Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 28, 29, 30 dekabr kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Bayram kunlarida O'zbekistonda yana qor yog'adimi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. 28 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 dekabrda ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. 30 va 31 dekabrda ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati 28 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga tuman tushadi. 28 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 29 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 28 dekabr kuni kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 29 va 30 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida 28 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. 29 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 28 va 29 dekabr kunlari kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 28 va 29 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Qashqadaryo viloyatida 28 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. 30 va 31 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Havo harorati 28 va 29 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 28 va 30 dekabr kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 31 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat 28 va 29 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 28-30 dekabr kunlari kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi.